أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة الشفعة qo'shnilarchilik ya shirikchilik ahvolida qo'shnining yoki shirikninki uy va muqim g'ayrimanqul mol-mulklarni setish ahvoli bo'lib qolsa, qo'shnisi yoki shiriki shepiylik haqqi bo'yicha boshqalarga qaraganda shu uy savdosini o'zi qilib olish haqqi bor. Shariat buni isbotlagan bir haq. Yani bu yerda lug'at ma'nosida to'xtalib, shufa lug'atan va istilohida ta'rif qilmoqchi. Şüfa bu masdar isim desek mi buldu? Şepilik hakkı arkalık igi olduğun öyünün ismi desek mi buldu? Vahiyet dammu yani şefa degen şu söz Arap tilda koşu yetişine ya ki bazı mezmunlarda artık ziyade ulaştığını bildirdiğin igi ulaştığını bildirdiğin söz. Miyada asas bayan kıygını koşu yetişten ibaret bir nasine okşığa kıt yetişten ibaret yani. وَمِنْهُ الشَّفْعُ فِي الصَّلَاةِ namazda bir rekat bolsa ya tak bolsa el-vatr yoki el-vitr buldu. Bununla yani bir rekat qatsak şef' buldu. Şef' degan namazda ishlatilsa bir rekatga yani bir rekatni qetib o'tishdan iborat. Mishadan qo'shash mazmuni bor demak. Va şef'u şef'da muznakasa az-zawj alladhi huwa ضد الفرد Takның zıtı olan cübni köstüdü. Şu ayette mi oldu? Fecr'de. Ve şef vel vatr. Yani bazı kıraatta vel vitr. Cüb ve tak degen mandamış. Bu ayetin tefsirde onun başka tefsir kelgen bolsa mu? Lekin şu lügat manası boyunca tefsir kıysak cüb ve tak. Şunun da ibaret. Bu hem aslında öz içe aldığım bir mazmun. Ve şefi'u şefi'a desek mi şu şefaatın türünüp çıkan söz lindimam ra'yihi ila ra'yil meşfu'i lehu fi talabin necah. Şefaat degan tilvag'uchi deymiz biz Uyg'urchada. Şefaat qilguvchi, tilvag'uchi desek, bu boshqa birisiga qatlab shuning hamkorlashib, shuni o'zining yoniga tortib olib ketmoqchi bo'lsa, şefaat deymiz. Ammo sizni haq qilibdi, menga baslar bo'ldi, apil qilib aslaman, olib ketay desa, bu kishi şefaat bo'ldi. Lindimam ra'yihi ila ra'yil meşfu'i lehu meşfu' lehu degan tilvalangan kishi tilvag'uchining qarashi tilvalangan kishining qarashi qatilib har ikkisi bijlashib shu meşfu' lehuni qutuldirib olib ketmoqchi bo'ldi. Olib ketma desa olib ketman degan kishi shafiy bo'ldi. Va shafa'atun nabiy sallallohu alayhi vasallam lil muznibina li'annaha tadummuhum ila solihin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki oxiratda musulmonlarga qiladigan shafaati bo'lsa, buningda shu qo'shib o'tish degan mazmun bor. Chunki bu mush ummatning gunohkorlarini solihlarga qetib o'tishdan iborat. Ko'pincha bu shafaat yuqori darajalikdan tuvan darajalikka qarta tililish bo'ldi. Masalan bir ota bolasidan norozi bo'lib ya uni urmoqchi bo'lsa, otasiga o'xshash cho'ng oqsoqoldan birisi kichik bolani tililishi mumkin. Yoki bir ustoz bir shogirdini adablamoqchi bo'lsa, yana bir ustoz tililishi mumkin. O'quvchi ya bolaga nisbatan oqsoqol yoki ustoz yuqori darajada bo'ldi. Yani muşun münasebetlik mesela isteşfa'tu da bunda keladi. Şunama isteşfa'tu bi fulan ala fulan feteşeffa'a li da bunda kelsa teşeffa'a desa şefaat qildi degan ma'noda. Isteşfa'tu desa şefaat qilib qo'ysam shuni tilvaslar deb talab qildim degan bo'ldi. Shu Qur'on Karimning ta'rifidami al-Qur'anu shafi'un mushaffa'un. Yani şefaat qiluvchi va shafaati qabul qilinuvchi. Ve şüfatu fil aqari g'ayri manqul mulklarda deymiz. Zimin ve ziminga mustahkam bekitilib ketgan, yo'tkilolmaydigan shunda mulklarda aqar degan shu. Aqar degan zimmin ve uning ustidagi qurilish, dal-daraxtlama shuning tava desak kirib ketadi.
üstün qavat, şu zimindagi quduq, buloq, shunda g'ayrimanqullarni aqar deymiz. Va shufatu fil aqari. Mushunda g'ayrimanqullarda zimin va yutkizilmaydigan mulklarda şufa desek bu lügat ma'nosi mushundan bor. لأنها ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع. Satqıçının mülkini üye yoki ziminni şefi qiladigan kishi, şefi deymiz. Uyg'urchada şefiyani şefi deydi. Men şefi qilman uyga, meni qo'shnim bu. Men uyni ilishga manaqliq deydi. Şefining mulkiga qetib o'tish bor. Lügat ma'nosini izohladik kitobda. Lekin istilohan-chi, istilohan Hanifi mazhab kitoblarida ash-shuf'a tamallukul buq'ati jabran 'alal mushtari bima qama alayh. Tamallukul buq'ati jabran 'alal mushtari bima qama alayh. Masalan, bir misol olsak, ma uyda biz turyapmiz, ama bizning mulkimiz, qo'shnimiz uyni sotmoqchi. Başka bir binadaki bir xaridordan tutishib, bu uyni 1 millionga sotmoqchi bo'libdi. Biz xabar topdikmi? Topgan ekan, bu yerga ya Xitoy kelib o'tiramdi, ya xristian kelib o'tiramdi, yoki boshqa bir odam kelib o'tiramdi, biz bayram qilish mumkin. Yoki uning o'g'limni o'lmoqchi, endi turishni xohlayman deb qolsak, men uyni boshqalarga sotmaysiz, men olaman. Boshqalarga sotamaydi, biz shu boshqalarga tutishgan bahada majbur olamiz. Ya sen satmaydı da ben bile urushib qolgan bo'lsa satmaydim deb turasın, mecbur olaman. Bu qo'shnidachilikdagi gap, lekin shirikchilikdami shunda mazmun bor. Masalan, bir zavodni şeyden shirik bo'lib mangdirayotgan. Bir shirik men chiqdima, nesiyonni sataman desa, xalqadagi birisi satlam chiqatsa, chataq chiqishi mumkin. Biz kelishmaydigan, iqimiz kelishmaydigan birisini akab qo'ysa chataq chiqadi. Shunga sizning nisonni ma'lum deb bilan shirki ilishaqi bor. Yatadığını kirgizmeydigan. Bu şeriat o'sha umum yo'l qo'ygan qoida tuzumlari orqali kishilarning haq-huquqini qo'llash va ularga ziyon yetkazish yo'llarini taqotish jihatdan o'sha shufani yo'l qo'ygan. Shufaninki yo'l qo'yilishning hikmat shu deymiz. Yat birisi bizning beqinimizga yoki aramizga kirib, bizga davomli ziyon berib turadigan, bizni bearam qiladigan yoki varangchilik qiladigan turli bearamchiliklarni qilib ziyon olmas uchun buning yo'lini shariat shunda taqib etgan. Qala wa hiya tathbutu lish-shafi'i bis-saman alladhi bi'a bihi. Wa hiya yani ash-shuf'a, haqqu ash-shuf'a deymiz. Şefilik hakkı şefiga ispatlanıdı. Eş-şefi'a müşahede ya hoşna ya ki şirik. Ya hoşna ya şirik. Bis-saman alladhi bi'a bihi. Satmakçı bolgan ya ki setip bolgan aşı bahada hoşnaga ötep kirdi bu hak. Mesela şu hoşna uyni 1 milyonga satmakçı bolgan bolsun, yoki satdım da setip bolgan bolsun, setip bolgan so'dini buzib taraymiz. Ay 1 milyonga men olaman deb plan pul sanab olgan. Shunga yerda bi'abihidan setib ketgan shu bahada shepi men olaman deb ilish haqqi isbotlanib ketib qoldi. Radiyal mutabayyi'ani aw sakhita. Ay so'dini qilib bolgan ikki taraf, ya'ni qo'shnim bilan yoki sherikim bilan uni bilan so'zlashgan kishi ikki taraf, yo'q biz so'dini qilib bolgan bo'ldi, mushisa biz bu so'dini buzishni xohlamaymiz, yo qo'shnimga sotishni xohlamayman desin, demisin bika. Nodika mishada bumi bir xil so'da yoki so'didan kelib chiqadigan bir haq, isbotlangan bir haq desak, mishada odatdagi so'dida asos qilingan ridal mutabayyan degan bir nuqta tushib ketadi. Bika qilamiz. Aslında umum so'dildi qandaydi? Wala taqulu malikum baynakum bil batil illa an takuna tijara an taradun minkum degan. Tijara an taradun minkum, hadi bu taradumni bika qilyapti. Jabran razı olsun yoki razı olmasin. Mecbur setib oladi. Bularki bu shefilik bilan isbotlangan haqni qo'llanib turib, olay deb qolsa, shunda elish haqqi bor degan mushahaq odatdagi savdo qilish qoidasidan istisno qilinib bilan ruxsat qilingandek ko'rindi. Ko'rinishda shunami? Bu mishadan deb qo'yilamiz, bu olay desa, ixtiyor qilsa oladi. Ya bu tuma ammay lazım varsa kim qilib olsa, elivasin desa ixtiyori. Yani mecbur zade çokum elişin lazım degan gap yo'q. Qo'shdan o'y sotadigan, sen qo'shni olgan ekan, sen shepi qilsa çokum al degan gap yo'q.
Alsan ixtiyoring, alsan haqqing bor degan. Yo'q, shu bahada deyishlar. Boshqadan qimmat olaman desa, bu azon olaman desa, qimmatga setiyor. Başka adam alaman degan bahada, yoki ap bo'lgan bahada men olaman desa, ya buning uchun ham kishilar qanday qildi? Bu qo'shnilar urushib qolgan bo'lsa, bu uyni bu qo'shnilar qat'iy bermayman. Başka adamga satasan, Xitoyga satasan, satadim, buni bermayman deydi. Deganliganda qanday qildi? Yelishlidan. Emniyette 1 milyonluk oy. Onun da ağlı özara yançıda 1 milyon basıl buldu. Yazışta 1 milyon da biz koydu. Mail olmasın. Ve neş bulgallah 1 milyon. 1 milyon ama boldu. Emniyette 1 milyon. Eğer 1 milyon dese hoşuna alıp da. Manda yazıştı. Ya yılını bilip kalsa şu da kazıga az kıldı. Kazı mecbur usulünü bozup silge yapırdı. Şuna kulakına dam tutuş lazım. Eğer ayında sözünün ayında uyanılan olsa bu ne köpülüdü bu işte. Ayında uyanırsa kaççıda şebile yakılı ile oldu. وَلِهَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. Ama şu umum soğudu kaidesinden de istisna kılınıp adetten sırt ruhsat kılınğanda kürengen boğaçka bu kıyas yolu da bulmay adetten taşkırı bir ruhsat kılınğanda kürendeye deydi. Niye demekçi olan mazmun şu anda. Kıyasen asıl taradiyle bunda halis satılgan bunda buluş lazım. Bu oyunun ismi halığa dengi satılış lazım uzun mülkü olan diken. Lekin veya da mecbur setval doğdu da. Şu an ala khilafil kıyas diye mazmun çıkıdı deydi. İlla enne lekin biz istahsanna thubutaha bin nas. Hadis kelgen boğaçka biz kıyasını çörütüp selamdımızda dedik o. Ba'da istihsan nas kıldık. Hadis kelgen boğaçka kıyasını çörütüp hadisini aldık. Ve huve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hakkda xil jiqidiskilik. Ya da bir neçesini bayan kıldı. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem el caru ahakku bi şifatihi. Qo'shna shepi bo'lishgan haqli, shepilik haqqi bo'yicha ilishgan haqli degan mushadis. Ravahu Jabir, bu musayyidis Abu Dawud ve Ibn Majah Imam Ahmed'le rivayet kılgan. El caru ahakku bi şifati carihi yuntazaru biha, yak bazı rivayet yantaziru bihi demekega. Ve in kana gaiba fa iza kana tariquhuma wahida. وقال صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بشفعة الدار بما حسن درجلك روايات طبراني وبشكل روايات قيقان إمام بخاري سيد روايات قيقان إسلام أبو رافع رضي الله عنه روايات قيقان الجار أحق بسقبه سقب ديان يقن أويلا خوشن أويلا ديان بولdu. İnanırken müşahede hazır şifanınki hükmünü bayan qilgan buldu. Şepilik hakkı nasılar ispatlanıp ketken, ondan iken aş öyünü setiliş, yani öyünün ilgisi şu bahada sana setip verişki razı olmasın mı? Sen alsan, aş öyünü setip alsan sana mubah demek şey. Sana halal, setap yok. Aş şepi kişi halısa men alimanda talep kılıdı şu bahada, halısa amma koyup koydu. Liken anda bu müştuna bir ihtiyarlık var dedi. Hem ölümanın müştuna itibak. Şepininki tallaş ihtiyarlık var. Alima ammayma deydiğen. Aliman dese aşı başkalar xerida olgan bahada ediş lazım. Lekin bazı ulamalar, mesela Şafii mezhebdeki bazı Şevra Mallasi degandek bundan ulamalar, eğer aşı öyüne setvanmasa, şer'i cihattan muhalifatlı bulduğun, günah masiyetli bulduğun, aşında işli bulup varsa, şunun aldığını eliş için setilişi bazı müstehab, ya ki vacip olup geçişi mümkün. Mesela bu oyuna birisi elip, bir Xitay elip, paşxanı qılmaqçı deydi. Ya haraxanı qılmaqçı, qımaqanı qılmaqçı, Uyghur elip. Bunu ben setip alsam, müşahede şu işin özgürlüğünü tosilkenme deb, aşında bir günah masiyetini tosap qalaydigan bolsa, ahval qarab bazı müstehab, bazıda vacip olup ketidi, setilişi degan ulamalar bor. Lekin umum ulamalar ixtiyorlik bor degan. Ve kana Abu Bakr Razi rahimahullah, Abu Bakr Razi'nin tercümanı biz bayan kılıp ötken. Abu Bakr Razi el-Jassas Ahkamul Kur'an degan tefsiri var. Isil kitap. Bunun mezmunu, istidlalatı bakışlık. Ahkamul Kur'an. O 340. yıllarda vefat olduğu deyman. O şu İmam Tahavi'den zamandaş. İmam Abu Bakr Razi el-Jassas
Bu yunkir hadal qawl. Mush imam mush ala xilafil qiyas isbotlangan, istihson bilan isbotlangan degan qarashni to'g'ri topmaydi. Ya bunda emas deydi. Va yaqul vujubu shuf'ati mujma'un alayh. Mushu shafilik haqqininki isbotlanishi vujub degan mishada subut degan ma'noda. Vajibat degan, sabatat degan ma'noda keldi. Yani subutu şüf'ati liş-şefi' mujma'un alayh. İcma qilingan masala. Bu hadis bilan o'z oldiga ayrim isbotlangan hukm. Ala xilafil qiyas bundalam odatdan sirt emas, o'z oldiga bir gavda bu. O'z oldiga bir butun ul deydi. Aslun minal usulil maqtu' biha. Keskin isbotlangan o'z oldiga ayrim mustaqil qoidalarning birisi. La yuqalu innahu istihsan. Bu odatdan sirt bundalam qiyasga zid isbotlanib qolgan hukm emas. Asl mushumo bir asli qoida, mushunga boshqa narsani biz qiyas qilishimiz mumkin. Boshqa masalalarni mush asliga qiyas qilib isbotlashimiz mumkin. Bu boshqa masalalarga odatdan sirt tavavlab isbotlanib qolgan narsa emas. Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi mushunda degan. Mush Abu Bakr Razi Jassasning qarshini kuchlantirgan. Bu asli bir qoida. Biz ashalamni shunda dedik-ku. Salamu ala xilafil qiyas istihsanlamas o'z oldiga bunda ahvolda shunda bir asli qoida bor degandek mazmunni bayon qilgan. Ma'nodimi? Abu Bakr Razi Jassas va Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayh bu o'z oldiga bir ul va qoida, asos. Buningga boshqa narsalar qiyas qilinishi mumkin. Çünkü bu şefilik haqqiga bunda qarasak, boshqa bir necha qiyoslar udil qildimi shunga. Qanday qiyos? Ba'zi kishilar ancha-muncha ziyon yetadigandak ahvol bo'lsin, ba'zi cho'ngroq ziyonlarni yiroqlashtirib, kishilarni shu ziyondan quvdashga yo'l qo'yilgan ba'zi bir ahkamlar bor. Mushu ahkamlarga shuf'a masalasi udil kelib qoldi. Masalan, birisi ihtikor qilib, kishilarni o'zi un desa masalan, bütün unni bir dönem kilgan unni shundan monopol qiliblam, undan boshqadan un sotolmaydigan, bu xalqancha bahoda ba'zi kunni sotolmay, ba'zi kunni yo'q sotmayman deb turib, xalqni och qo'ydigan bunda monopol qilib olgan bo'lsa, imom qanday qiladi? Majbur sotaman dedi. Setishga rozi bo'lmasin sotsa dedi. Ba'zan baho masalasida shundan qismi, ba'zi ahvollarda mush bahoda sotsa, igisi rozi bo'lmaydigan bahoda majburiy sotkizadigan ahvol bor. Yani mesela sermayesinden ayrılıp kalan bir ticaretçi var. Onun 5 milyonuna örüp çöğürüyotkan kişi olup kalsı başkuldun 5-6 milyon kazeler. Bunda kıyam olsa onun için şundan sermayede ayrılıp kaldım ha. Lekin minivatkine boğma maşina, turvatkine bir daça, yani bir yerde bir mülükleri var. Lekin halkının 5 milyon pulu var. Yani ki halkının pulusunu beğenmeyi. Yani aşında özünün kolca mülükle saklının başında behriman buluvatkan olsa, ma'lum bir muhlat berilgandan keyin uni qaytolmay shundan qilsa undan asta mashinani sota majburiy deydigan. Ya dachini setib odatga o'zimizda o'tira deydigan bunda ahvol bor. Ya'ni majbur setish qoidasi bor va mushfa mushunda asos bo'ladi. O'z oldiga bir asos, mustaqil bir asos demoqchi. Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi shuni tarjih qilgan. Qala ولا شفعة إلا في العقار. من şefilik hakkı fakat gayri menqul mülklerden ispatlanıdı. Onun başkası menqul da ispatlanmaydı. لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في ربع أو حائط. Hait degan bağ bostanlarını deymiz. Raba degan öy, quru joylarni deymiz. Öy ve quru joy ve bağ bostandaki aşında ziminlarla şifa hakkı buludu degan. Bu hadisni İmam Müslim rivayet qilgan. Kitobdagi Müslimning lafzi emas.
kitobdagi lafzi bilan Bazzar musnadida rivoyat qilgan. Lekin ma kitobning tahqiqida Imom Muslim rivoyat qilganda Imom Muslimning lafzi unda emas. Imom Muslimning lafzi Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qildi-da, "Qada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bishfati fi kulli shirkatin lam tuqsam rab'atin aw ha'itin la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina sharikuhu fa in sha'a akhadha wa in sha'a taraka fa idha ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi." Bundan mushu yuqorqi hadisga asosan shepilik haqqi aqardilan bo'ladi. Endi asosan ittifoq ulamolar. Hanefi mazhab va boshqalar ittifoq. Zahirida balki shaz bir qarashda aynan manqul bo'lishi mumkin deydi. Lekin asosan ulamolarningki ittifoq bor. Aqarda muttafiqun, zahirga shunda. Lekin aqardan boshqada ancha-muncha ixtilof bo'lgan. Ana aqardan boshqa manqulda ixtilof bo'ldi desak, Hanefi mazhab va kitobda mazhab bayon qildi va jumhurlar shu aqardilam shepilik haqqi bor, manqulda shepilik haqqi yo'q deb qaraydi. Yana Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda Jabir radhiyallohu anhudan qada Nabiy sallallohu alayhi vasallam bishfati fi kulli malin lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala shuf'a. Bunga mishada waqa'atil hudud va surrifatit turuq degandan biz nima tushunamiz? Shu ziminning gapi ekan bu degan mazmun chiqdi-ku. Undan keyin shu shafilik haqqi aqarda bo'ldi ekan, manqulda bo'lmaydi ekan degan mazmun shundan chiqdi. Ama bazı ulamalar mesela İmam Malik'ten bir rivayette, İmam Ahmed'ten bir rivayette, belki Zahiri'yle, tabi'lerden Ata'dan gelgen bir rivayette, menkuldu mu şepilik hakkı var, mesela hayvana çarılmalarda, İmam Malik mesela kime, şunda bir nesilde deyiş mümkün, rehte, şuna okşaş nesilde şepilik hakkı var diyen olsun bir şaz karaş. Asasen ulamalar şepilik hakkı yetkili bulmaydıgan aşında mukim mülklerde buldu deyip karagan. ولأن الشفعة وجبت في العقار لدفع ضرر الدخيل فيما هو متصل على الدوام على ما نبينه إن شاء الله تعالى. Şüphanınki yol koyulaştığın hikmet nima desa biz yuqorida bayon qildik. Yat bir kishi kelib qo'shna yoki shirikchilik aramizga kiriblam bizni davomli bir aram qilib parishon qilib ziyon urishdan saqlanish uchun yo'l qo'yilgan degan bo'g'achqa Muşo gayrimanqul mulklarda shepilik haqqi yot kishininki kelib davomli parishon qilishini to'sash uchun yo'l qo'yilgan bo'lg'achqa buningda shepilik haqqi bor dedi. Bu aqliy dalil. Manqulda nima uchun yo'q desa, bu unda qarashlarga raddiyaning bir qismi. Birinchi Sahih Muslimda rivoyat qilgan hadis, Sahih Buxoriyda rivoyat qilgan hadis, uniki aqliy dalil bo'yicha raddiya bergan bo'ldi. Val manqulu laysa kadalik. Manqulda yetkili bo'lgan narsada unda davomliq bearam qildigan ish bo'lmaydi. Mesela mashina ya bo'tga olsa bearam qilish bo'lmaydi demakchi. Li'annahu la yadumu dawam al-iqar fala yulhaqu bihi. Bu ziminga o'xshash yetkelmay ashyoda izchil turadigan narsa bo'lmagan ekan, unga qetib o'tmaymiz. Ammo Hanefi mazhabda ba'zi narsalar shu aqarga qetib ketadigan xil bor. Mesela ikkinchi qavatga bir uy desak, birinchi qavatga va zimin egisi desa, avamda mushunga tutishib ketgan. Malzeme bo'lmasa un bo'lmaydi. Uni yetkazib ketkili olmaydigan bo'lgan ekan. Ba'zi bir daldaraqli bo'lishi mumkin, yetkazib olmaydigan bo'lsa. Quduq, bulaq, ajina narsalar bo'lishi mumkin. Undan keyin bu yetkazib olib ketadigan narsa bo'lib qolsa, buning da shepilik haqqi bo'lmaydi, chunki izchil bearim qilish yo'q. قال وتجب في العقار سواء كان مما يقسم كالدور والحوانيت والقرى أو مما لا يقسم كالبئر والرحى والطريق. عند عقار ده شبيلك عقبة اسبقلن دودو. هذا هنا في مذهبته أش عقار برنتشيلن بلوسك ayrım halatta özaldığı işletiladigan bo'lsin yoki unda bo'lmasin hammasi shepilik haqqi isbotlanadi. Bu Hanefi mazhabining qarshi. Mimma yuqsam masalan taqsim qilg'ili bo'lgan, bo'lgili bo'lgan aqarning misoli kaddur masalan bir quru joy bor. Bu quru joyni qanday bo'lmasan bir quru joy ikkilanning shirkitiga tava bo'lgan bo'lsa,
şerikmen çıktımı ya setitmen de kalsa tam tosap ve ayrım özem tosam buludu. Ama bilgili oldu. Bunun aşkhanasını, hacethanasını, iman kişisine ayrım çıkarma, devasa ayrım çıkarma müstakil tuğulu buldu. Şetak yok. Yani bilse ayrım faydalanıqlı bulduğun narsalar bu. Vel havani etmez. Dükkan dese, dükkanın bir neç dükkan bolsa ayrım ilvasak buldu. Ya çoğu bir dükkan bolsa kaç tam tosaplam ayrım iş geçip ayrım dükkan kısak mı buldu. Havani diyen dükkanlar. Aslında bu hanut diyen arakxana, arak şarapxanaga köprek işledik. Lekin normalda ticaret dükkanlarına işletimiz. Vel Qura degan çoğun bir mahalle, şehirçe deymiz o, bir kent diyende gelip olsa, bütün bir şehrini silip ayında satığa açılın ba, yeni bir şehir barpa kılıp ço, aşında şehirçilerini gösterdi. Çoğun bir mahalle aşında, kısam mısa, bülap faydalansa bulduğun narsa. Av mimma la yuqsam, ya ki bilgili olmaydıgan akar bozumu bunun şepilik hakkı bağlı. Aslında qanday akar bozu bilgili buldu bunu. Ama yani zimin ve mukim mülk bolsa her qandığını bilgili buldu. Lekin yani maksat qiyğine bunu bilsek aslidagi işletilish maqsadida ayrım işletkili bo'lmaydi demakchi. Bölüşten ilgiriki işletildiğin maksatda bölgenden keyin işletkili bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Mesela bir uy bor, bunun bir hacetxonasi, bir oshxonasi bormi? Buni shunda bilsak, o adam turadigan holatda ikki uy qilib bo'lmaydi. Hacetxona bir uyda adam tura olishi mumkin, bir uy shu bir qismi shunday bir uy bo'lishi mumkin. Masalan, kalbir, bir quduq. Yani quduqni ikki bilan kichik quduqdan ikkini paydo qilib bo'lmasligi mumkin. Raha tugman taşı. Lekin bunada maksat tugman. Bir tugman bor. Bu tugmanni shundan ikkiga bo'lib, ikki tugman qiyilib bo'lmay qoldi. Ba'zi ikki tugman qiyilib bo'lishi mumkin, lekin ba'zida bo'lmay qoldi. Va tariq, mesela yo'l desa, ta bir yo'l olsa, buni qachida ikki yo'lga aylantirib bo'lmasligi mumkin. Adam va arim ma'maydigan bo'lib qoldi. Tavu kaçka. Bilgili olmaydigan bo'lsa-mu, şepilik haqqı buldu deydi. Hadi bir ikkini misal vardır. Demek yani bir mezhebin karşıda bilgili bo'lsin, bilgili bo'lmaydigan bo'lsin, hammasi şepilik haqqı var deydi. Bu hamda cumhurning qarshısida yani bir mezhep ayrılıp çıkan meselenin biz. Nima uchun shuni ayirmaymiz? Li'anna an-nususa al-mujibata lish-shifa'ati la tafsilu. Chunki bu şartta şepilik hakkını ispatlagan hadisler unda ayrılmagan. Yani taksimi qiyğili bolduğan, qiyğili olmaydigan da bunda ayrış yok. Ve sebebuha el-milkil muttasil. Bu şepilik hakkının ispatlanışının sebebi nima desa, tutaşkan bir mülk bo'lganligi. Yani şu adamning mulkiga milk xo'shni kelib qolganligi yoki sherikchilik sababidan yaqin kelib qolganligi. والمعنى الذي وجبت له دفع الضرر الدخيل. Yani niçin bu şepilik hakkını yol koyduğu dese, yat bir kişininki ziyan uğrışıdan saklanış üçün dedik. Yani bu mezmunlarında karısak, nimini görmez? وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ فِي النَّوْعَيْنِ. Yen keldağının ziyandan saklanış diyen mezmun, mimma yoksan ve mimma la yoksan hamıda okşaş. Bundan anken bir ada manını buldu, manını bulmaydı dep ayırmaymayız. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem eşşifatu fi kulli şirkin rab'in ev haitin. Hadiste eşşifa fi kulli şirkin dedi. Her kanda şirkçilik boğan mülükte oylaram bolsun, bağ bostan bolsun hemmiste akarlan bulduken hemmiste şepilik hakkı ispatlandı dedi. Bunu da taksim kılınsa burunqida işletiladigan bolsun yoki işletilmaydigan bolsun da bunda ayrılgan ahvol yo'q dedi. Mimma yuqsam ve mimma la yuqsam degan mush mazmun hozir Hanefi mazhabining qarshi va dalillar ayrımida ayrish yo'q degan gapning o'zi kimga raddiya? İmam Şafii rahmetullohi alayhi va undan boshqa shunda qaraydiganligi raddiya. İmam Şafii taksim qilinmaydigan ayında kichik bir zimin bo'lib qolsa buni şepilik haqqi yo'q deb turadi. Bu shirkchilikdagi gap bunda. Yani bir mazhab ve İmam Malik'tin bir rivayette, İmam Ahmet'tin bir rivayette muş zimin kichik olsun, çoğun olsun hemmisinde şepilik hakkı var. Bu mimma la yuqsam yerinin olması? Mimma la yuqsam yerinin maksat bu mesela küçük bir öy var, küçük bir dükkan var ya bir quduq, aşında yürkügül olmaydigan aşında yol ve tügmen aşında nasıl olsa
Muşunun da şefilik hakkı ispatlanmaydı demekçi. Bu anda koşundaçılık, Müslümanlık, şirkçilik boyunca buluşu gerek. Muşu zimin küçük olsun, çoğun olsun. Keyin onu bölüvetse ayrım maşında işletkili bulduğun bulmusun, hemmisi okşaş demekçi. Mesela bir kuduk desek, kuduk işkeylerinin keken değil. 50% şirkinin hakkı başına ama bu hakkını setitme, bu kuduk işini ya tügmen işini okumayma, dep kalsa, kanda oldu. Şirkinin şefilik hakkı bulmaydı demekçi ama Şafii mezhepte bulmaydı demekçi, Hanefi mezhepte buludu demekçi. Şu okşaş yaşında ve kaza dükkan binası Müslümanda demekçi. Çünkü hadiste onda ayrımı değil. Ama şefilik hakkı kanda zimin mülk olsun ispatlandı dep umum yüzlük bayan kıygan boğaçka. Yani bir mezhepnin muş karışı intan güçlük. Yani şu şufa meselelerde, muamele meselelerde köpüncüsü aslında yani bir mezhepnin daha güçlük çıkıyor. Biz yukarıda mesela selam bablardan bayan kıldık. Neha an selame fil hayvan hadisin sahih. Onunla hiç kanı müddet kılıp olmaydı. Şu okşaş meseleler köpüncüsü muamele meselelerde yani bir mezhepnin karışları ve güçlük ve racih çıkmalıdır. İbadet kısmında kema fil ade. Hadir şu kitapta bayan kılgan bazı hükümlerin köpüncüsü İmam Şafii'nin ve başka mezhebin karışığı reddiye şekilde menvatkan meselem. La şifa illa fil akar degene. Menqulda şefilik hakkı buldu diyen ulemalığa İmam Malik'ten kelgen bazı rivayet, İmam Ahmed'ten kelgen Zahiri'nin karşı reddiye. Mavu İmam Şafii ve onun başka taksim kılıngandılar şefilik hakkı var diyen ulemalığa reddiye. Yani hadisler reddiye verip mavatıda hem ma'kul ulan. مفهوم المخالفة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نقول تقسيم قلنغان كان تقسيم قلنmaydigan bo'lsa şefilik hakkı yok ki. Bu aciz istidlal. Men yada eş-şif'atu fi kulli şirkin rabbana ve ha'et. Kullu. من ألفاظ العموم هم مستعد مما يقسم ومما لا يقسم. ما وند الظاهر من الحديث إثباته في كل عقار سواء مما يقسم مما لا يقسم. Taksim kıldıgan bolsun, taksim kılmaydigan bolsun, her kanda aqarda şefilik hakkı kildi dedi. Mesela bir tügmen yoki kichik bir muncha, ikki muncha qiyilolmaydigan muncha deyli. Kichik bir hujra, ya bularni hammani taksim qilsak qiyil bo'ldi, parchalab qilsak. Lekin aslidagi maqsadda ishlatkili bo'lmaydi. Mesela 3 metrda 3 metr bir ig'iz uy bor desak, bunu taksim qilsak 10 parcha qilib etkili bo'ldi. Belgili bo'ldi. Lekin 2 ya 3 qilsak, bunga burun mesela bir karvat qo'yib bir odam yota oladi, keyin bunda bir karvat qo'yib yota olgan har birida etkili bo'lmaydi. Undan keyin mushunda bo'lsa-mu, shirkchilik bo'lsa masalan, biz shu bir tugmanda yoki kichik bir ig'iz uyda, kichik bir ig'iz do'konda shirk bo'lgan bo'lsak, shirkimiz 50% igidorchilik bor. Bu men do'konni setib boshqa bir ish qilaman, chiqdimi sheriklikdan desa, sheriki men aqlmaslan nisivlarni do'konni yolg'iz men ochaman deb qilish haqqi bor deydi. Yani mazhabga qarshi. Lekin ko'pchilik ulamo uchun, yani ko'pchilik ulamo demasakmi, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed'in bir rivayette, İmam Ebu Hanife bilan billah, lekin yana bir rivayette bu taksim qilmaydigan naslda, yani taksim qilinsa asli dik holatda ishlatilgan maqsadda ishlatilmaydigan bo'lib qolsa, unda shepiliga qo'yoq dedi. Undan keyin shunda ikki do'kon qilinmaydigan bir do'konda shirk bo'lgan bo'lsak, shirkim setitma desa, boshqa bir yot bir odamga setitib qolsa, men majburam ashundan shirk qilib do'kon ochishga. Lekin bir mazhabchi yo'q, men shepiliga qilaman. Nima uchun? Bunda parçalanmaydigan narsada shirk qilish bizning shepililikni isbotlash sabab bo'ldi degan avarchilik, bearamchilik mazmuni buning taxmi ega. Ikki do'kon qilinadigan bo'lsa, ikki bo'lib tutlanmay yolg'iz echversam qutulman undan. Lekin bu Xitoyni kelib qo'ydi yo bizni kelib qo'ydi, men majbur shirk qilib qolsam bu do'konni birga chiqishga majbur bo'lib qolaman. Qanday qutulish lozim? Shunga shepilik bilan qutulmas. Şu an mazhabının qarışı ilg'or qarash.
قال وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال. Bu şüfanın sahih buluşununki şartlarından birisi. Yani şefilik hakkı kaçan ispatlandı? Hoşnisi ya şirki bir soda qilib qalsa, bir almashtirish, soda va shunga o'xshash bir narsa qilib qalsa, bedeliga biz mal elib, shu yandagi uyni yoki zavodning shirik bo'lgan bo'lsa bir neshisini setib qalsa boshqalarga, ondan shirkning va qo'shnining haqqi shu chaqda isbotlandi. Men bormayada, men olaman deb tushdim. Aş bedel mal bulaş lazım. Mali bir bedelge aş ziminni bir ötüp kalsa şu çağdan ya bir ötenmeysiz malıma. Aş malını bedelini ben birime malım manaya deb ispatlandı. Bundan keyin bu şarttı. Subut-ı şifa deymiz bunu. Bu şart nima? Şebilik hakkının ispatlanishi uchun muavada maliye bo'lsa andan bo'ldi deymiz. Şu bahada. Ha mesela hoşnası sizlar tuqqanlarga 1 millionga beray debdikanlar. Tuqqan bo'lganliksa azroq beray deganlar, balki men 1 millionga olay bo'ldi desa, mayli, yaxshi. Yo'q, shu tuqqanga sotilgan bahada olaman, men olaman deb tursa, yana haqliq. Sizlarayimda meyada ma hoşninki haqqini qo'g'dash muskab qolgan chaqda va taqshidi. Hem hadislerge takşıdı. Bunun size hoşnularımız sizlereyim kılınış gerek olan dairde. Mezala Cibril yusini bilcar hatta zanantu ennehu seyyuverrithu. Hatta law melekahu bi'avadin leyse bimalin ken nikahi vel khul'i vel icareti vel sulhi an demil amdi la tecibu şifa. Bundan ken şefilik hakkını ispatlamış için çokum şu ziminni ya öyni pul mal karşılıkda bir bedel karşılıkda maddi mali bedel karşılıklı başkalığa ötküzüyotgan bo'lish kerak degandikan mali bedel karşılıklı emas boshqa bir sababdan ötküzütib qalsa ma shart topilmaganlikdan qanday bo'ldi shebilaga isbotlanmaydi. Hatta yani shunda bo'lg'achqa shunda bir shart bo'lg'achqa law malakahu bi'wadin boshqa bir kishi shu kishining uyning qeshtiga shu uyga ya shirikining ziminiga egolab qolsa, lekin mali bedel emas, boshqa bir ma'naviy bedel to'lab egolab qolgan bo'lsa, o'cha shabilaga isbotlanmaydi. Cho'qim mali bedel to'lagan bo'lish lozim degandir. Qachon isbotlandi? Sotqinni uqsa ya sotmoqchi bo'lsa, lekin mushunda setish va setishga o'xshagan ma'lum mali bedel bilan almashtirish bo'lsa, ondan qo'shnisiga shirikiga shabilik haqqi isbotlandi. İza malakal aqar degani yat adam shirikimning ya qo'shnimning uyiga pul to'lab ega bo'lsa degan. Malakal aqar yani al-ajnabi, ad-dakhil deymiz. Bi'awadin huwa malun. Pul to'lab, bedel to'lab ega bo'lsa, demak musha hozir shuf'aninki isbotlanishinki shart sihha deymiz mush. Yani bir yerda bir muavada maliye bo'lish lozim. Muavada maliye bo'lgan chaqda ondan shabilik haqqi o'tirib chiqdi, isbotlandi. Hatta law malakahu bi'awadin laysa limalin. Amunda bir shart bo'lg'achqa, agar bedelsiz yoki bedelini mal degilanmaydigan bir bedel bilan ega bo'lib qolsa, yat kishi shu uyga, o chaqda shabilik haqqi isbotlanmaydi. Kan nikah masalan qo'shnisi ya shiriki uyni bir ayolga to'ylik qilib, mehr to'ylik qilib berayotgan taqdirda. Vel khul'i qo'shnisi ayol shu uyni ya shiriki shu uyni eridan qutulish uchun xulaning bedeli qilib to'lasa, erdan qutlanmadi bu ayol. Taloq qildi de, xatimni verdi de, bermadi. Birga yashashni qat'iy xohlamaydi. O'ch bu odamga. Qanday qutuldi? Xula orqali qutuldi. Men zar ajrashmagan qazin qishib olsa, siz olgan to'yliq yoki to'yliqdan to'rak bir narsani berib, razilab ajrashgansa, o'sha o'yini beraman. Uyni to'yliq olganda yoki bundan boshqa narsa olgan bo'lsa, shu uyni berib xatin olmoqchi. Vel ijara masalan bir dachining 5 yillikni 10 yillikni ijara qilgan o'ttirilishincha ya bir parxni ijara qilibdi. Şunun icra haqqiga kira puliga nim bermoqchi. Palanadagi uyimni sana beray.
senin dağçanın 10 yıl oturağınga, parıqtığını 2 yıl işletağınga deyip. Aşında icari hakkı tülütüp kalsa şöyle. Bu çağda hoşnusga, şirkiga şepilik hakkı kemmaydı, ispatlanmaydı. Nima için? Bu tülengen uyni tülü hazır icariga. Ama tülengen mal mülkning qarshiliqida tülenmegen. Onu hesablab bu uyda 10 yil o'tganning har yillik kirasi 100 ming ko'ydim deb 1 million deb chiqarishi mumkin. Lekin bu yerda o'tirash pul demaymiz ham. Bu manfaat deymiz. İcar degan bayan manafa dedik-ku, bu foydalanish qarshiligida bo'lgan ekan, pul qarshiligi emas demakchi. Foydalanish qarshiligida bo'lg'achqa icariga to'lab o'tib qolsa, shapilik haqqi isbotlanmaydi. Va sulhi an damil amdi. Masalan, birisi qisos keldi, o'ttiryapti yoki qo'lni chanayapti, ko'zni quyapti. Qisos keldi, qasddan bo'lg'achqa. Lekin ziyon uchiruvchi ma'lum miqdorda pul olib, shuni sulh qilib rozi bo'lmoqchi. Jinoyatchi shu uyamni biray qisasdan tanozul qilsa, rozi bo'lib ketsa, desa sulh qilgan bo'lsa, shuni to'layotsa, shirki qo'shnisga shapilikka isbotlanmaydi demakchi. Dalil amda qasd qilishdan, agar qasddan bo'lmay, vaqtli bo'lsa, nasabdan ma'lum As-sulh an damil amd de qasddan bo'lmay xato yoki shibil amd bo'lsa degandek. Ama as-sulh an damil amd bu yerda qasddan adam o'tirayotgan bo'lsa, ondan sulh qilsa, bu sulhga bergan pul avod mali bo'lmaydi dedi. Qasddan adam o'tirishdan nima vojib degan masalada ulamolar ixtilof bor. Hanifi mazhabda vojib bo'lgani al-qawad, qisas vojib bo'ldi. Qisas vojib bo'lgan ekan, uning o'rnigandan keyin diyat desam deb asli vojib bo'lgan narsa qisas edi. An qisasning o'zini manchi pullik narsa degil bo'lamdi, degil bo'lmaydi. An diyat desak, qasddan odam o'tgan ahvolda 100 to'ga desak, masalan, 100 to'gadan ortiq kutisimi bo'ldi dedi. 200 to'ga bayadimning balisi qatil bo'lgan bo'lsa, manchi milliard basi rozi bo'lmasa, hisob. Lekin qatl xatoda xato bo'lib qolsa, shibil amd bo'lib qolsa, bunda vojib bo'lgani mal. Shar'an belgilatilgan mal. Shariat masalan xato desa 100 to'ga, shibil amd desa 100 to'ga, lekin uning suhbatimanda 4 xil sifatlik to'ga, 25 dan yo 30 40 manda sifatlik bo'lishi lozim deb shariat mal bekitayotgan. Undan keyin asli mal. Sulh qilsa, undan tuvangi qilsa bo'ladi, unda ortiq qilib olmaydi. 100 to'ga desa 200 to'gaga sulh qildik desa olmaydi. 50 to'gaga sulh qildik desa 50 ni tanozul qilgan hisobda mayli. Lekin shariat 100 deb belgilab qo'ysa, shariat muqim bekitibdi 100 to'gadan. 100 to'ga deb bekitsa, biz 200 to'gaga uni oshirib bo'lmaydi. Undan ekan, qasddanninki jazosi qisasdir. Qisasni biz pulga mo'lcherlab sundirib bunda qilib bo'lmaydigan bo'lg'achqa, qisasning badali shaklida bir sulhlansa, buni manchi pulning o'rnini turgan degil bo'lmaydi ana. Matrib. Lekin xato bo'lib qolsa, xatoning masalan 100 to'gadan to'nga pichgan bo'lsa, as-sulh an damil xato va shibhil amd bo'lib qolsa, bu aslida buning tigi nima? Belgilangan mal. Belgilangan malning o'rniga degan narsa bo'lgan ekan, bu avod mali shakllanadi. Shunga sulh andamil xato va shibhil amd bo'lib qolsa, bu chaqda avod mali bo'lib, shu o'yini sotgan bilan o'xshash. Bu chaqda shufa vojib bo'ldi deymiz. O'yini nimaga ba'da qatl xatoning diyetiga sullashganga ba'zgan bo'lsa, 50 to'ga deyishib o'yini bergan bo'lsa, satding deymiz ba'zi. Shapiliklar olalayman. Ana diyetga berilmaysa ma'luma deyalaydi. Lekin qatl amdga sullashib 200 to'ga deyishib 200 to'gaga hisoblab o'yini bergan bo'lsa, men shapilik bilan o'yini talab qilmayman. Cumhur ulamalı ittifaq. İmam Şafii olması mümkün. Çünkü İmam Şafii'nin qarashida şu qatl amd altida nima vojib bo'lgan desa, ikkining biri deydi bu. Al-qavat aw diya. Birisiga desmaydi. Lekin diya desa, diyani o'rni turdi deyish mumkin. Biz al-qavat deymiz. Qavat bo'lgandan keyin qisas. Bu qisasning o'rnida pulni manda
manç pulga tang manın qımmati digil olmaydigan boğaçqa jumhur ulamalarning qarshi. Şuna İmam Saraxsi Mabsut degan kitobda şuna degan: "Law kana an jinayatin khata'in tajibu ash-shuf'atu li'anna as-sulha fil khata'i la yajuzu 'ala ziyada." لأن الواجب في العمد ليس بمال فجاز كيفما كان وفي الخطأ الواجب مقدر شرعا فلا يتجاوز عنه. Ondan keyin qatl xatoda vacib bo'lgani diyet mal. Ondan keyin sülülüşüp qasmı malının bedeli oldu mu sülü? 100 tüge dese keyin 50 tüge deyişip yoki 50 tügeden sonra uyni 100 tügenin bedeli yoki 50 tügenin bedeli deb 100 tügenin oradan uyni uray degan bo'lsa bu pulning bedeli oldu. Pulning bedeli olgandan uyni satdı deyalımızdı. Bu çağda şu vacib bo'ldi. Bundan keyin Hanefi mazhabda qoida nima? Uyning qarshiliqida bir mali bedel olgan bo'lsa, shepilik vacib bo'ladi. Uningdan boshqa ahvollarda shepilik haqqi vacib bo'lmaydi. Va kaza law malakahu la bi'iwadin. Shundaqla bedelsiz ashu uyga egolab ketgan bo'lsa, yat kishi, buningda texmo shepilik vacib bo'lmaydi. Masalan, kalhiba uyni yat bir kishiga berib o'tdi. Shirikiga bermadi, ya qo'shnisiga bermadi. Va sadaqa zakat hisoblab beribdi ya nafl sadaqaga hisobladi. Val vasiya ma o'lib ketib qolsam shu uy faloni qolsin deb vasiyat qildi. Val irth o'lib ketgandan keyin birisiga miros qolsa, miros olgan kishi boshqa kishi o'lib qolsa-mu miros ilaverdi. Yo'q, bu mirosni qoldirolmayman, pulisini berib ma'ab qilaman demaydi. Vasiyatmi shunda? Chunki bu qarshiliksiz berib o'tgan narsalar. Biz çoqum mali bedelge bergen bo'lsa, andın shepilik vacib bo'ldi degan to'q. لأن الشفيع إنما يأخذها بمثل ما أخذها به الدخيل أو بقيمته. Çünkü shepilik haqqi bilan uyni setilish bo'lgan taqdirda, yat kishi nimaga olgan bo'lsa, shu o'xshishini yoki shuni qimmatini berib shepilik haqqi bilan setib oldi shunama. Va hadhihi al-ashya' yuqorida tilga olgan ikki turlik narsalar la misla laha va la qima. Buningki o'xshimi yo'q, qimmati yo'q. Ya'ni buning o'xshini yoki qimmatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Yani bunu bir-birlab bayon qilsak, ammal khaliyatu anil a'wadi fa zahir. Yani yuqorida misol qilgan kalhibati va sadaqati va vasiyati va irth deganlar bu badaldan xoli. Yani bu shundan berib o'tgan narsalar, qarshiligi yo'q narsalar. Qarshiligi yo'q bo'lgandan keyin shepilik bilan olsa, pulni setib oldigan ish bo'lgandan keyin, qarshiliklar va qarshiliksiz bo'lgandan keyin bu ikkisi o'xshamaydiganlikka aniq chiqib turdi deydi. Wa amma al-muqabalatu bil a'wad al-mazkura, an yuqorida tilga olgan nikah, xul val ijara va sulhan damil amd degandak mana bir bedaldek bir nasl bor. Buning qarshiligida uyni bergan ahvollarda bir-birlab qarasak, amma adamul mumathalati fa zahir. Buning o'tirda o'xshashlik yo'q. Shepi pul berib sotib olmoqchi. Lekin misollar shu nikah, xul sulhan damil amd val ijara bo'ldi. Pul beriblam ag'ash yo'q shunama. Bu aniq. Va amma al-qima endi mislisi yo'q desa, lekin buning qimmatini berib olsa bo'ldi-ku deyish mumkin. Va amma al-qimatu yani qimmatini bekitib olmaydi. Fa li anna qimataha g'ayru ma'lumatin haqiqatan. Ashuna aslinki qimmati aniq belgili olmaydigan narsa. Haqiqatini olib aytsak, aniq qilib olmaydi. لأن القيمة ما تقوم مقام المقوم في المعنى. Çünkü kıymeti degan, aşu kıymeti bekitilgan narsaning o'rnida turadigan bahodan iboratdir. Ve ennehu la yatahaqqaqu fi hadhihi al-ashya'. Yani bu yuqorqi masalalarda bu vujudga chiqmaydi. Buning o'rniga dal qo'yilib bo'lmaydi. Nikah desa, masalan biz nikahning ta'rifida dedik-ku, bazı tarifli, kon tarifli milkil bid'a deydi. Bu tarif taz joyida emas edi. Nikah aqdun yufid hal istimta' kull min az-zawj bil akhar dedi. Her ikki taraf bir-biridan halol foydalanadigan bir to'xtamdan iborat. Lekin milkil bid'a desa, bu ayolni pulga setib oldigan ish emas bu. Shundami? Yani buni qimmat bekitilib bo'lmaydi. Bunu mançpul digilli olduğun narsa emas bu. Yani bu er-xotinlik munosabatin bunda baholib olmaydi. Shundaqla masalan xula desak, bu o'xshash.
bu erdan qutulishning aniq bir bahası bekitilgan narsa emas. İcara falan ijarasi desa bir narsaning foydalanishning qarshiligida bo'lgan narsa. Bu foydalanishning qarshiligi, pulning qarshiligi emas. Lekin bu tushmaydi. As-sulhan damil amd asli qisosda 1 million kelishi mumkin, 100 ming koy kelishi mumkin. Lekin hozir bu sulh qisosdan diyetga yetkazsak 1 million dedik, ya 100 ming koy dedik. Lekin ma sulh Hanifi mazhabning qarshida qisosdan diyetga yetkazgan chaqda diyetdan ortiq bo'lsin, undan tuvan bo'lsin, qutisi bo'ldi va sulhu xayr. 1 million kirgan bo'lsa 100 ga 5 million qutisi bo'ldi. Yoki 20 million olib qutisi bo'ldi. Lekin bu hozir dal uning qimmati emas. Boshqa bir narsani oliblar va'z bo'lgandek bir ish. Va innama taqawwamat ya tuqawwimat desak bo'ldi. Ve innema takavvamat fin nikah. Yani takavvamat baha bekitildi deydi. Bedelinin ya paydalanışınki bahası bekitildi deydi. Nimada? Nikahda. İcarada. Nikahda bir mehril mesl. Mesela toyluqni deyishmaydan nikah qilgan bo'lsa, yani bu toyni biz fasid ya chataq chiqdi deb bekor qilishning o'rniga uni to'g'ri deb mehr mesl vojib bo'ldi deydi. İcarada mı şunda? Ücretin misli vacip buldu deydik. Nima uchun esa darurata sihhatil aqd. Musho musulmonlarning qilganmish to'xtami bir to'g'ri bo'lib ketsin. To'g'ri tarafiga tortaylar deb shunda qilgan. Fala yata'addahuma. Shunga ashu dairdan haq ketmaydi. Bu faqat lam baha bekitish nima bilan bo'lgan? Nima uchun bo'lgan? Mush ishni bir to'g'ri bo'lib ketsin uchun qilib qo'ygash. Şu dairdan haq ketmaydi. Ve tecibu fil mevhubi bi şartil ivadi. Yani birisi bir öyüne bir vetti birisi. Yani mevhub yani ad-dar mevhuba. Yani al-aqar mevhub bir vetti. Meni hoşnam ya şirkem öyüne birisiga bir vettim deb bir vetti. Lekin bir vetgan chaqda bir narsani shart qildi. Ma öyüne sizga bir vetay, meni uyimni bir vetay. Sizlar falan şartga uylarni mabaramlar degandek. Yoki mushu uyamni berib versam sizlarni baslar deb bir shart qildi. Ya'ni badal qarshiligida uyni berib o'tadigan bo'ldi. İbtidaan ve tajibu fil mawhubi bi shartil ivadi ibtidaan. Yani deyishgan chaqda, kutishgan chaqda mushu hiba boshlanishida qanday boshlangan? Hiba bi shartil ivad. Bu nimadan iborat? Hibatun bi shartil ivad deydi. İsmi shundati. Boshlanishi shunda bo'lgan. Endi ishkalaylarida bir narsa berdigan bo'ldimi? Kutishdi. Lekin har ikkisi va'da qilgan narsani qo'liga topshirib olmadi. Yoki birisi topshirib oldi, birisi topshirib olmadi. Bunda ahvolda qarshi taraf yana oldi. Chunki shartlashgan narsa bo'lgankin, sen o'yini berdigan bo'lgandan bamdan undan iklar yanında yana oldi. O uy qo'ldan chiqarmadi hozir. Uy qarshi tarafga o'tmadi. Ammo ashunda deyishib, har ikkaylan berdiganni berib, oldiganni olgan bo'lsa, qo'li topshirib olgan bo'lsa, bu asli holatdagi hiba bi shartil ivaddin nimaga aylanib ketdi? Bay'ga aylanib ketdi. Hozir natija nima bo'ldi? Bu yerda amaliyatul bay' vujudga chiqdi deymiz. Bir savdo vujudga chiqdi deymiz. Buni savdolashdi deymiz. Uyni berish qarshiligida ma'lumni badi deymiz. Uning ismini bunday emas, bay'dir. Ya'ni bay' al-mubadala. Ya'ni bu savdoda qilgan bo'lish, savdoning o'rnida turgan narsa. Bu chaqda ularning birisi yenivasi bo'lmaydi. Ya'ni bu mazhabning qarashi va jumhurning qarashi shu. Al-hiba bi shartil ivadi hibatun ibtidaan va bay'un intihaan. Yani natija e'tiboridan bu savdo deymiz. Lekin İmam Zufar rahmetullohi alayh bu İmam Şafii'dan jalliqroq bir qarash, bu ibtidaan va intihaan bay'un deydi. Başlanışını savdo, oyoqlashishini o'xshashlam savdo deb qarang. كذا تجب في الصلح عن إقرار أو سكوت لأنه مقابلة بالمال على ما يأتي في الصلح إن شاء الله تعالى. Yaqam mesela şu bir şartның tarmaqlari. Şu şartga tushmamdi, amaliy tatbiqotimi shu. Biz nima qoida bekitdik? Shepiylik haqqi isbotlanishi uchun muavada maliya vujudga chiqqan bo'lish kerak.
Endi mushuni aslida muavada maliya bo'ldim bo'lmadim bo'lsa, birisi bo'ldi deb, birisi bo'lmadi deb bunda qilib qolgandek ahvol bo'lgan ekan, mushuni oydinlashtirmoqchi. Hiba bi shart ba'sa muavada maliya bo'limda, masalan biz yuqorida hibada muavada maliya bo'lmaydi dedik. Endi hiba bi shart bo'lsa desa, muavada maliya bo'ldi. Şufa vacip oldu. Çünkü netice bu bey'. Keannehu ba'ahu. Fevacebat şufa. El-miyada sulh an ikrar dedi. Yukarıda sulh an demil amd bununla muavada maliye çıkmadı degan. El-miyada maqul sulh an ikrar av sukut olab qolsa muavada maliye bulamdı, şufa vacip bulamdı demek. Bu birbirine bağlanışlık, birbirine maşkagan misallar. Mana degan gapimda as-sulh an iqrarin aw sukut. Endi mishada bir da'vo bor, bir da'vo. Ikki taraf talashib qoldi shu. Bir da'vogar bu mening uyim dedi. Qo'shnimning uyini bir da'vogar mening uyim dedi. Da'vo qildi, bu mening uyim. Kimdan tatib olmoqchi? Mudda'alay. Shu uyda turayotgan kishi. Uyda turayotgan kishi bu da'vogardan qutulish uchun sulhlashib pul berib, razı qilib, shu uyda o'tiravermoqchi. Mesela qo'shnimning uyini, jiroqdagi bir odam kirib, "Bu mening uyim, dadamning qolgan, palonni sotib olgandim, jutvaman-da" deb tushdim-a. Bu men sotib olgan buni, mening uyim. Ba'zi hujjatlab qo'yishda sal qarab, shunday yuzbas chiqishi mumkin. Lekin bu da'vo qilgandan keyin, bu da'voning so'rilib, avarolab, gap so'zli bo'lishini xohlamaydi. Mush da'vodan siz qutulmoqchi. Qanday qiladi? Uyda o'tiraveray, sana manch pul beray, yo'qolgan. Lekin hamda ash pulni beray deb bu so'zlashgan chaqda, mush qo'shnim yoki shirkim, mush uy zat sening deb, anda sana pul beray, razı bo'lib ketgan damdo, yoki sening deb e'tirof qilmay, lam jim demay, pul beray deb razı bo'lib ketsa damdo. Ikki ehtimol bor. Uchinchi ehtimol bor, lekin men misolda yo'q hozir. Av sukut, avl inkar deymiz. Sizning o'y emas bu. Lekin plurayz kesla mandaq inkar aldı. Sukut aldı. Bu senin uyan ya uyan emas demek gap qilmay ma'qullanib kesla davoni tanazul qilsa. Lekin iqror aldı. Bu rasuldan men e'tirof qilaman. Lekin ma'qullanib ma 100 ming ko'nilib o'zligi bir o'yil olsa deb yo'l selash. Ayında tutuşgan bir sulh shunama, ayında bir ahvol bo'lsa, an bu yerda nima vujudga chiqdi? Ayında sulhlashsa muavada maliya vujudga chiqdi. Bu uyni hozir nima qarshilik qilib pul berib, uyga kirib o'tagandek bir ahvol bo'ldi. Mesela iqror oldi desak, bu uy zasilni, ma'qulni asla keslar dedimi? Ash pulga kishining uyini setilib o'tagandek bo'ldi. Asla jiratgadan uyiti bu. Bu egalyapti. Pul bergandan keyin ishkilaylan pul berishdan burun uyning ash odamning ekanligiga ittifoqqa muddai va mudda'ali. Shunama pulni berib ma uyda o'tadi. Undan keyin yangi keldaxim mush bo'ldi. Uyni setilib, uyda o'tgan kishi mush bo'ldi. Undan keyin uyning egasi Marksga uyni setilibdi, kelib o'tadi, men shepillik haqida talab qilinma uyni deb shepillik haqida isbotlandi. İkinci ihtimal sukut halti dedik. Sukut halti, bu özlünün demedi. Oturağın kişi, bu özlünün men pul veray, razılık kesler demey, gap qilmay turoldi. Turolib, ma pulni elib keslama o'ydima o'tiraveray desa, bu ahvoldimi qo'shnisqa ya shirikiga shepillik haqqi isbotlanadi. Ammo inkor qilib turib, o'ttasida bu o'zlünün emas, men olgan buni pul sanab olgan deb bilavamdan 100 ming ko'y biray razilamlar. Astag'firullah. Bu chaqda shepillik haqqi tushib ketmaydi. Çünkü bu yer muavada yo'q deydi. Yani bu uy mening da turug'liq bu. Hozir pulni nimaga berdi? Uyning qarshiligi bermidi? Uy mening da turdi. Lekin sud mahkamalarda saqchiqanda avarolab vaqt zoya qilib chiqimdolab ham xalqning oldida satdimisan deb ashuning bashag'irqidan qutulish uchun ma'qulni olib keslar deb yo'l sanmoqchi. Undan keyin bu yerda boshqaning uyini pul berib o'tgan ahvol yo'q. Bu o'zining uyida o'tirayotgan. Bir kilar ming deb avar qilgan bo'lg'achqa davolashish avarchiligidan qutulish uchun pul berib yo'l sangan bo'ldi deydi. Shunga bu yerda inkor degan demadi.
Şu sukut ve iqrar altı bolsa, andan şu sülülüşüp uttağın bolsa, bu çağda şepilik hakkı isbatlandı. Anlar kitapta bayan kılmıgan yeni bir misal var. Yani müşrinki yeni bir ta'tir var. İqrar ve sukutninki. Bu nimede ibarat? Ayadaki bir öyde talışıp kalgan bolsa, birisi oturup bir öyde aslında. Hani ilgisi bunu oyantı dedim kıysa, ayada oturan adam, mağının bekinindeki öyne silgi berey, ama öyde oturan da, ba öyne bedeli sulh kılıp bir ötüp kalsa, sen ama, ma öy hazır bedeli sulh oldu, anında pul vergen, mağında ma öyne bir ötmekçi. Yani ma öyne bir ötülgen bolsa, ma şibilik hakkı spallandı. Bir misal. Yani bu ahvalda yani şu öy başka bir öyde oturaveriş için şu öyni bir ötüp bedeli sulh bolsa bir davada özünün üstüden az kılıngan bir kişi muşe'nin yenimdeki bir öyne birisiga berip bunu oturavergen bolsa yani mening şekiliga taraflış yakın bulamdı degan masala. Baytan qilganidan farqliq ma'lum. Yani muş ahvalda muavada yüzük çıktı mı çıkmadı mı? Yani bu oturavatqa öy mening dedi. O adamı razı kılış için ma oyanda oturapsa razılap tügesleme davana dedi ma. Yani ki öyünü öyge almashtırış yüzük çıktı mı? Ondan keyin aşı berilgen öyünün sülhiga berilgen öyünün hoşnasının şebilik hakkı ispatlandı. Lekin bu iqrar altı olsun, inkar altı olsun, sukut altı olsun, o'xshash. Nima uchun desam, o'shada bedel aldimi, olmadimi? Oldi. Endi yuqorqi misolda sulh alal inkar bo'lib qolsa, shepillik isbotlanmaydi degan. Lekin ma ahvolda isbotlandi. Nima uchun desa, bu inkar altidimi, sulh qilgan bo'lsa, bu sulhi ay da'vogarning mening haqqimmi shu deb turishining ustiga qurilgan bo'lg'achqa bu chaqda shafininki shafilik haqqi isbotlanib ketadi. Bu sal jinish kerak, balki ba'zidan tushunmay qolgan bo'lishi mumkin. Davomkan qo'shnamning o'yini boshqalar talishib, qo'shnam uningga pul berib, o'yisining ketdi deb, ya o'yisining demay pul berib rozi qilgan bo'lsin, shafilik haqqi isbotlandi menga. İkinci ahvalda başka bir oyunun davası üçün bunun bekinindeki oyunu berip adamı razı kılgan bolsun mu? Kıra kıgalat olsun, inkar kıgalat olsun, ya ki lamcim demige ahval olsun, şefilik hakkı ispatlandı. Çok şumaydı. Hadi bir ahvalda ma öyde muşu utravut adam utravurish üçün pul verip davagarni yo'li soldi. İkinci ahvalda muşayda oturavish uchun ayadagi bir o'yini berib yo'l soldi. Endi ayadagi bir o'yini xo'shnisi, o'yini boshqa bir odam berib o'tgan ekan, yo'q men shebilga qila olaman desa ola oladi. İnkar qilib oldi. Lekin ma o'yini o'tiravotgan o'tiraverish uchun boshqasiga pul bergan bo'lsa, iqror va sukut holati bo'lsa, shebilga isbotlandi, inkar holati bo'lsa isbotlanmaydi. Demek bu yerda hozir muavada maliya uzuq chiqdimi? Chiqdi. Muavada maliya uzuq chiqqandan keyin shabillik isbotlandi. Hozir mush uy mening qo'shnamning uyi, qo'shnamning qo'ldan boshqalarga chiqdi. Nimaning qarshiligi bekor chiqdimi yo pul qarshiligidami? Pul qarshiligida. Undan keyin shabillik isbotlandi. Lekin bu kitobda ikkinchi ahvol demadi. Ya'ni dar badali sulh bo'lgan ahvol demadi. Lekin madarda o'tirish uchun badali sulh berib raziliga ahvolni dedi. Ya sizdan ya sizninkida qurol qilmoqdamizlar. Bu chol nima uchun biz uni iqrordan o'rnab tushiramiz? Ha, ba'zi ulamolar shunday degan. La yunsabu la sakitin qawl. Jimtuga odamga bir so'z qildi deb mansub qilmaymiz degan bo'lsa-mu, lekin shariatda as-sukut fi ma'rad al-hajati ila al-bayan bayan degan bir qoidim bo'lg'achqa, yani gapni zurub bo'lgan chaqda jim tursa ma'qul deyiladi. Hatto shu BDTning bash doimiy a'zosingizni biraydan gap qilmay jim turib olsa, masalan, junga jim turoldi davomli. Ma'qul degan gap shu. Bu bizning shariatimizda ba'nasindir. To'yqildan qizchaqdan so'rsak jim tursa ma'qul deganlikning nishonasi deymiz-ku. Yani hozir bir şey bir narsa deyish lozim. Mening uyim, ya sizning emas degan gapni qilish lozim turliq, jim turganligi dimdan sizning uyingizda deganlikga o'xshash deb bunda bir
Şimdi o yan degandek bir. Bunun tafsilotini Kitob-ul Sulhda bayon qildi, lekin bu yerda mush shartga tushib qolamdi, qolmamdi deb bayon qilyapti. Mushayichi bo'lsinmi? Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.